Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon çıkandaşlar. Tüzütüşke tegişlik illetler namlıq programımıza hoş geldinler. Bugünkü programımızdan aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemeler Birliği Muavin Reisi Ustaz Mahmudcan Damallam. Damallam programına hoş geldin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Ben programın esasçısı Abdullahat Ucat. Hürmetli qarindaşlar, bugünkü tüzütüşke tegişlik illetler namlıq programımızda dava yoludaki çekiniş yoki pasiflik hakkında to'xtalib o'tamiz. Ko'ngil qo'yib ko'rishinglarni umid qilamiz. Hurmatli domlalar, endi hammamizga ma'lum bo'lgandek, mushu xalqimiz ichida hamda yaqinqi bir yil bo'lami 6 oydan mabeynida biroz shu Sharqi Turkiston davosiga bo'lsin, boshqa yaxshi vatanga aloqador faoliyatlarga aloqador masalalarda bir xil chekinish yoki pasiflikni his qilyapmiz. Endi bu ahvol bizningki ishg'oliyat altidagi bir millat uchun yaxshi ahvol emas. Endi bu haqda biraz xalqimizga bir tushuncha berish maqsadida bugungi programmamizningki temasini shu da'vo yo'lidagi chekinish yoki pasiflik haqida deb tema qo'yib to'xtatdik. Shunga shu programmamizni hamda birinchi savoldan boshlasak, masalan, xalqimizda ya'ni Sharq Turkiston masalalariga aloqador masalalarda zo'r chekinish bo'lyapti. Bununki sebebi nima? Selece yani. Bu haqda bir fikirlerini bayan qilib. Assalam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ardı ca'ilil melaiketi rusulen uli ecnihatin mesna ve thulâse ve rubâ'a. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en-nebiyyil ummi ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu filgramımızda doğrunu sözlep, hakkı yetişini Allah muvaffak kılsın ve yüzümüz ve halkımızı sözlengen doğru sözlerden paydalanışını Allah asan kılsın. Birinci bulap sizninki bu sual qarta şu Şarkı Türkistan davasıga alakadar hizmetlerde, alakadar işlerde çekinişninki asaslık sebepleri nimo degan sual qarta. Birinci bo'lib bu savolninki asosliq eng muhim sabablarining biri nima desa, birinchi bo'lib mush zulmga ko'nib qolish. Ya'ni biz masalan 2017 2018larda shu chaqdami urug' tuqqanlarimiz bilan, ota-onalarimiz bilan ko'rishammidik. Nurg'un odamlar shu vatan bilan bo'lgan aloqaning kesilishi, ata-analarınınki, urug' tuqqanlarının turmulariga kirishi bilan hammadan siyosatchi bo'ldi. Hammadan degidek ko'p sondagi xalqimiz bu davosiga kirdi. Taraflarda har odam o'zining qo'lidan kelishicha faoliyat qildi. Lekin 2017, 18, 20, 21 bu yillar o'tdi. Araliqda yıllarning o'tishi bilan aslında terbiyeleşkir ketken bu olgan adamlarning chiqqanlari mubah. Bu chiqqanlik sababidan mening tuqqanlarim chiqdi o deb to'xtab qolganlar mubah. Shuni bilan birga uzun yillik kesib o'tgan 15-20 yil, 10 yil, 15 yil kesib o'tgan nurg'un ota-onalar, nurg'un akalar, nurg'un singillar xalqimizning nurg'un odam bor. Lekin ashularning urug' tuqqanlari chet elda bo'lsa-mu, lekin cho desa vaqt uzargandan keyin endi o'li turma kirkitibdi. Bu chet elda harakat qilganimninki nim foydasi vati bo'lgan. 3-4 yilni harakat qilib baqdim. Hech qanday bir ahamiyatini buningki foydasini ko'rmadik. Turma kirganlar chiqmadi. Deb shuni bilan cho desa, vaqtning o'tishi bilan bu zulm qarindoshlarimiz qilingan, xalqimiz qilingan zulmga ko'nib qolish
Bunun bilen şu kar olmaslıkımdı. Bu aslı psikolojik taraftan bir kesellik bu. Nima o deyse? Yani insan ayında xapılıkka, musibetke, her xil besimga uçurgan vaqtda ayında bazı insanlar çoğu hiç narsa bilen kar yok. Bop kaldıgan bir xil kesellik moşundan kelip çıkırdı. Demek birinci sebebi nima o deyse? Vaqtning uzuruşu bilen bu zulümge könüp kalish. İkinci, bunun en muhim sebebi nima o deyse? Mesela namaz qilib baqdi, ata-onamni qo'yib deb har xil faoliyatlarni qildi, har xil qo'ldan kelishicha nurg'un odam tirishchanlik qildi. Lekin ko'zi bilan bu qilgan ishning natijasini ko'rishni izladi. Biz taraf-tarafdan minglab, 10 minglab namoz qilib chiqsak, masalan, shuning bilan xalqaroda bu zo'r bir besim paydo qilib Xitoyga, shuning bilan bu besim orqali Xitoy mumkin xalqimizni turmudan qo'yib yutdi. Yoki hatto bizning vatanimiz xalqaro qonun bilan mustaqil bo'lib ketishi mumkin deb hatto mushuni tashviq qilgan odamlar bor bizning vatanimizda. Masalan, imzo mamchimi qiyasi oldida. Bu xalqaro qonun avuldi ekan, BDT kirib anda qildi ekan, manda qildi ekan, NATO aralashir ekan bu ishqa. O'g'ildi ekan, bo'ldi ekan deb mushunda havodagi arzu umidlar bilan bir necha yil shu harakat qilib, shuni bilan qarasa buning amaliyotda natijasida hech qanday bir amaliy natijani ko'rmadi. Ko'rmaganligi uchun shu ikkinchi umidsizlandi. Bu ishninki, bu Xitoy bek zo'r kuchgan bu. Buning qarshi turib bo'lmaydi ekan. Unda bo'lgandan keyin ishimni qilay deganli bo'ldi. Shu sababdan bu da'vo sebebida shu kishilarning soni azildi. Uchinchi o'lab andan bir qism yoki tahdidga yoki iqtisodiy tarafdan qiziqtirishga aldanganlarmi shu bo'ldi. Bir kısım kişiler, sen eğer yan siyasi faaliyet katnaşsan, ya Facebook'ta anı kıysan, manı kıysan, biz senin mağduba atanan var, ya akan var, ya açan var, ya manda tukkunun var, onu sulayımız. Tukkalların mevadicima, dep tehdit kuşurgallı, bulaklık kalık kişiler, az sandiki ehvalda, sen mevadiki uruk tukkallarım hatırcam yazsın desen, gıtığını kısıp şu cuma, degenden keyin mujtahiddan qo'rqib, urug' tuqqanlarimizningki xotirjamligi uchun men bu ishga qatnashsam bo'lmaydi ekan deb to'xtab qolgan azizandagi odam bor. Buning aksida undan iqtisod bilan nurg'un odamlarning qiyinchiligi bor. Turkiyada bo'lsin, dunyoning har qaysi joylarida bo'lsin. Qiyinchilik bo'lgandan keyin bu yerdagi jafoliq ishlab, pul tepib, o'zining turmushini tasdiq qamdab ketayotgan bir kısım az sandaki insanlar çoğu deyse, bulağa andın sana pul vermez. Aydımançlık pul vermez. Anı kılımız, manı kılımız. Ata-ana bilen köreştirip koymaz. Neticinde ya körenmegen ya xotnağını körse, ya balağını körsen, ya ata-anağını körsen, uçu boçu, bizge işlep be, anda işlik arlaşma, o bu deyse, şunu olan, bununla özünün imani ve vicdanını setep, ata-anasını bir iş qatım, körüvelişqa. Geplerini buluvattim. Hazır sizler degan mesele ras ameliyatda bo'lgan masalami yoki taxminiy qilyaptimmi? Ya ameliyatda bo'lganlik. Kurashli mashina odamlar nasıl? Aşında adamlardan men burun qiygandim, hozir tavba qildim degan gaplarni deganligini anglaganlarim bo'lgan bo'ldi. O hali hammadan biladigan bir masalalardi. Yani jiq adam masalan, palani mandamiki, pustani mandamiki degan har xil gaplar bor jamiyatda. Bu gapning ancha-muncha asosi bo'lmagan holatda yolg'ondimi chiqdi bunda gap. Lekin ham asosimi cho ancha-muncha bo'lmadi. Bo'lmasa, faqat hech nima bo'lmasa, unda gapni chiqib qolmaydi. Shuning uchun bunda sebepler tüpeyildimi cho desa, bu ishlar bilan bo'ldi qilib, ata-onasini bir ko'riverish bedeliga, ya bir ko'rishverish bedeliga, shuning bilan azg'allari, hatto shunga hamkorlashib ishlaydigan bo'lib ketganlarmi yo'q bo'lishi mumkin. Yani ishlaydigan bo'lib ketgan insonlarmi bo'lishi mumkin. Ishlamagan taqdirdami cho desa, bo'ldi, men bu ishga qatnashmayman buni yoqi. Deb, mushunda siyosiy ruhdan, siyosiy maydondan o'zini elib qochgan kishilar chu xalqimiz ichida bor. Bu asosliq tabiiy holda buningdan boshqami, bu uch turlik sababdan boshqami buni bog'lasak keyingi nimalarga keladi. Nurg'un sabablar bor. Lekin mushada
biz xalqimiz ichidagi mayli g'albini jiroq sanıgan bu siyosiy kurashning foydasi yo'q deb qarag'anlar bo'lsin. Mayli zulmga kunab qolish sababidan vaqtning uzurishi bilan bizning kunimiz mush ekan, taqdirimiz mush ekan deb ümidsizlik qaplagan kishilarga bo'lsin. Biz deydiganimiz bugungi kundagi Falastinda, G'azzada bo'layotgan bu voqealikdan cho'qim bir ibrat dars olish kerak bizning xalqimiz. Bugun bizning dushmanimiz asosliq bir. Ya'ni Xitoy cho'ng dushman to'g'ri, lekin bir davlat hamda xalqarodagi kommunizm sistemasidagi bir davlat. Lekin Falastinlik qarshi turayotgan, Falastin xalqi o'zining ozodligini qo'lga keltirish uchun kurash qilayotgan davlat İsrail davlati bo'lsa-mu, hammamiz ko'rib turyapmiz. Bu İsrail davlatining keyinda bugungi kunda dunyoni so'rayotgan cho'ng davlatlarning, cho'ng iqtisod egallarining hammasi tegidek, mayli cho'ng shirkatlar bo'lsin, mayli cho'ng davlatlar bo'lsin, hammasi bor. Hammasi askeriy tarafdan, iqtisodiy tarafdan azra 250 milliard puldan qo'llaymiz deb ashuna da'vatdir masalan. Mushunda cho'ng bir kuch hamda. Halbuki ular yaşayotgan umumiy yer külümü 350 kilometr kemaydamda. Umumiy yer külümü. Aşında yerda turib, aşındaq bir cho'ng kuchga, ya'ni keynida dunyoni ep qo'yib turib kurash qilib urushirgan. Aşında bir bosqinchi ishg'olchi kuchga desa, ash xalq qarshi turibdi. 75 yilga qarshi turibdi ashularmi. Necha qatim bizning vatanda masalan alohida bir qo'l qural elib, o Xitoy bilan qo'lma-qo'l bo'lib, sapma-sap bo'lib, bunda tutishib ketgan ishlar nihoyat az. Biz qarshi turmay ko'p vaqtda qarshi turgan ahvollar bo'lsa-mu, lekin qarshi turgan vaqt az. Qarshi turmay millionlab inson bizning xalqimiz o'ldirildi. Millionlab o'ldirildi. Falastinlik cho desa, tarixdan buyon hamda nurg'un qurolliq harakatlarni elib berib, nurg'un odamni qurbon berib, nurg'un adam yardar bo'lib, put-qo'llardan ayrilib, lekin ashunda bo'lsa-mu desa, xalq o'zining zimin egisi ekanligini unutib qolgani, yoki o'zining burun bir mustaqil davlatining borlig'ini unutib qolgani, yoki ishg'olchi dushmanning naqadar kuchliligi bularning shukturishiga sabab bo'lgan bir ahvol yo'q hamda. O'tgan kuni Fransiyadagi cho'ng bir gazet yozibdi. ikki suratni chiqarib, kichik balninki bir tankiga tash etayotgan, anda uning ostida qurolliq urushayotgan bir suratni chiqarib, avlodlar cho'ngaydi deb yozibdi. Ya'ni tankiga tash atgan vallahi bo'ldi. Cho'ng bo'lib qoldi, qurol tutqidek bo'pti deb mushunda mavzu qo'yib, cho'ng bir maqola yozibdim deb. Bu nima desa, ash xalqdagi ruhimda. Bizim anlagan gap masalan, Falastinliklar ballari maktabdan kelsa, İsrail askerleri ba yoki İsrailning saqchixonasi bor. Qanday bir hatta İsrail taraf oldir bo'lmasa-mu, chiqib sen 3 tal tash etib, undan keyin tamoqni yeysan deb mushuna o'tirgan degan gapni anlagan tuqimda. Kichik bolalar masalan, bizning vatanda, bizning xalqimizning ko'p qismi tuxumni tashqa o'g'in olmaydi, yanaqni bosh bilan chaqqin olmaydi, g'itini qisib yursang olmamdi masalan. Bizning vatanda kichikkinan bir yerda ish bo'lsa, vaziyat shunda bir chiqsa hammadan tillaytamda. Xitoy qarshi turganini g'itini qisib yurmay bu guylar. Mushunda bakadim bunda qalayimqan ish qilib shuni o'ylab vaziyat chiqib ketdi. U bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi degan mushunda bir madaniyat yoki mushunda bir tushuncha ishida bizning xalqimizning ko'p qismi shuni bilan cho'ng'liqliqda. Shu dushmanga qarshi turish ruhi, qurbon berish ruhi nihoyat ojiz bo'laqliqam buni vaqtda. Lekin ma'ulcho desa, bugungi kunda masalan haftaning yoq ko'ryapmiz. Necha ming odam, balki o'lgan odamning soni hozir 3 mingga yetib ketdi. Necha ming binolar o'rildi, 15-20 ming yaralangan odam bor. Ashunda turib İsrailga mush atqanlarni tillaydigan, uni g'itini qisib yurmidi deydigan odam yo'q hamda. Hammasi shu desa, biz zaminimizda mustahkam turimiz. O'lsak mushadi o'limiz. Bu yerdan ko'chib chiqib ketmaymiz. Bizning zodi mustaqil bo'lishdan boshqa tanlashimiz yo'q deb dushmanga qarshi turayotgan kuchning oqisida bugunga qadarcha turibdi. Avvalnimda turib Falastin xalqining buningda mas'uliyati bor.
xalqni o'ltadinglar, begunoh fuqaroni o'ltadinglar desa, yo'q, mushunning mas'uliyati bor. Qanday mas'uliyati bor desa, bizga mush atirganligiga bular qarshi chiqib asla. Qarshi chiqib, bular buni yo'qotish kerakdi. Bunun bu yerdagi hukmronligini yo'qotish kerak edi. Bular ashunda qilmay buni qo'llida emasmi? Shu bularmi ashunda ulashga loyiq deb mushundan millionlab minglab insonlar hozir qadar ulab ketdi. Buningdan keyin qanchalik o'ladi aniq emas. Lekin ash xalqmi bizdek bizlar o'xshash. Ashularning zimini besib olingan vaqt shu 48-yili, bizning 49-yili kommunizm kelgan vaqt. Lekin dunyo kaynida bo'lgan, har tarafdan biz qo'llaymiz da'vatgan bir dushmani oldida bo'lsa-mu, lekin bular cho desa, irodasini mustahkam qilib, o'lsak bu dunyodan shahid bo'lamiz. Allah'ın rahmetiga erishimiz, jannat kirimiz degan mush ishonchi bilan cho desa, alqa shundan mustahkam turib. Men har xil nimalarni ko'rdik hamda. Qo'li kesilib ketgan balla yana o'zining g'alba qildiganligi to'g'riliq ishorat belgisini qilib chiqqan rasmlarni ko'rdik. Balasi o'lib ketsa, onining voy balam sen masalan o'lib ketding, sen chet elda o'qiydigan bir bola o'lib ketibdi ekan. Men shunda menga ta'sir qildi. Malazyada o'qiydigan bola ekan, 3 hafta o'tdi ekan taqkagini. O'lib ketibdi, shahid bo'libdi. Shahid bo'lsa, voy balam kammisang-cho masalan. Malazyada turaversang-cho demay, hali ana bizning aralarımızdan balkim ko'p qismi shuna deydi. Lekin ana-cho desa, mening balamni men bunda shahid bo'lishga tayyorlagan, qolgan balalarimni shahid bo'lishga tayyor. Mening erim va o'zim hammamiz shahid bo'lishga tayyor da'vatlarga balaninki jasadning oldida turib. Demak, bu shunda qahramon bo'lgan vaqtda, o'lishdan qo'rqmagan vaqtda andin bu davlatni andin qo'g'ini bo'ldi ekan. Shunga bizning xalqimiz bugungi bo'layotgan bu ishtincho desa, alohida ibrat elishi o'zininki bu zolimga bo'lgan qarshilik maydonida, zolimga bo'lgan nafratida cho texmi mustahkam bo'lishi bu yo'lni cho'qim bizga yaqinlashtirdi, mustaqillik yo'lini. Bu shapga saklamcho desa, bu qo'rq tushga aylandi. Rahmat davolam, Allah razı olsun. Endi ikinci mesele öteştim burun. Endi mesela 80-ci yıllarda çatarga çıqqanlar bolsun, hatta 60-cı yıllar, 50-ci yıllar çıqqanlar bolsun. Bizler bulaylı mesela 90-cı yıllarda bizimki köp ustazlarımız. Bunun keyin 2010-cı yılı den keyin çatarga çıqqan qarindoshlarimiz olsun. Hem böyle şu vatandaki zulümden bir kurtuluş yolu izlep, mesela okulu çıqqanlar olsa hemen çatarga çıkıp aşağıda ali orullarda, dağınık mekteplerde, ustazlarda okup, şahada öğrengen ilmimni vatanimga qaytib kelip şahada halkımga yetkizime. Şu arkalık bir nicartlık yolu tapıma dep çıkırlık. Başka penizhada okuğanlarmış o. Keyinki küllerde çıqqan qarindoshlarimiz va aşağıdaki dinini, o'zininki nimasini amalligini saqlayolmay, men cho'qim chatarga chiqib, o'zimning dinini qo'g'dash bilan birga, ya'ni xalqim uchun, vatanim uchun bu Turkistonda o'z joyimda qilinmagan cho'ng ishlarni qilmaydigan iroda bilan, hijrat niyati bilan chiqilgan bilan Alloh hammamizningki bu hijrat niyatini qabul qilsin. Alloh inshaalloh haqiqiy muhacirlerden buluşka nasip kılsın. Ama vatandaki zulüm azaydı mı, azaymadı. Günden günge köpüyordu da. Biz qo'g'dash uchun chiqqan dinni Xitoy hozir men yo'q qilaman deb, dinni xitoylashtiraman deb uning siyosatini hadab kuchayib qolyapti da. Ulamolarni zaten turma usulab shahid qilib yerga bordi, nasllarni yoqdi. Muş işleri hemmimiz bilimiz hem de bizden tatip hem xalq biladi. Ama muşundaq şarait aslında yana biz bu vatan üçün ben bugün nima qildim? Mesela bir ayol bo'lish sifatim bilan yoki bir er bo'lish sifatim bilan yoki bir yosh bo'lish sifatim bilan bugün bir kunni vatan üçün nima qilib o'tkazdim deydigan savolni sormaydigan. Hatta vatanga aloqador cho'ng namoyishlar, chaqiriqlar bo'lsin qilmaydigan. Şunda pas paldı ketuvatımız hem de biz. Evet, tekrarlap kaldı ama
Mushundaq ketiversek, bundan keyin bizga qandaq ziyonlar kelib chiqishi mumkin. Ya'ni bu bizning passiv holatimiz davom qilaversa, Sharqiy Turkiston xalqi uchun, vatan ichidagi va sirtidagi xalq uchun qanday ziyon kelib ketadi? Bu vaqt qisqacha tushuncha bersizlar. Tabii haldemde biz nurgun çıkan adam şunda güçlük irade ölen, çoğun niyetler ölen, düşman gibi olan şundan nefreti lavuldap tuğa vakitte çıkan adamdım. Lekin bu muşunda muhabbet, muşunda irade çoğu dese, vakitinin ütüşüyle bu güçlük bir imanı bağlanmasa, Allah'ınki büyük bir mükafatı bağlanmasa bu irade acizlap bitirken. Şu Allah Subhanahu ve Taala mesela şu muhacirlar hakkındaki nurgun ayetli var. Hicret kıygallar dep onu maqtab kilep. Şu Sure Ali İmran'ın ahırında. Ahırısını nim dep tüktür bu ayetin dese. Ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu ve tequllaha leallekum tuflihun dep tüktür. Yani bir insanın niyetini şunda müstehkem kılıp, iradesini güçlü kılıp, vatandan çıqqanlığı yeterlik emas endi. Bu halatni shu saqlab qilishga tirishchilik qilish kerak. Shuncha isbiru va sabiru va rabitu deb uch gap oxirdan keliglik endi. Ya'ni siz bu hijrat yo'lingizda duch kelgan har qanday xafliqqa chidang. Mayli u kambag'allik xafliq bo'lsin, ya boylik bo'lsin. Ya kambag'allik olsun, kesel olsun, qiyinchilik olsun, buna chidangsiz. O'zaro birsi-birsiga sabrini tavsiya qiling. Bu shapqanmang, ching turing. Aslida ribat degan so'z qanday ishlatildi desa arab tilida chegara rayonini qo'g'dab tug'an kishilarga murabit degan so'zdan ishlatildi. Jihat maydonida. Jihat maydonida. Demak, hijratga chiqqandan keyin siz o'zingizni xuddi bir chegara rayonida jihat maydonida turayotgandek mushunda mustahkam turing. Kichikgina uxlab qolsa unda yerda beparvolik qilsa darhol dushman hujum qiladi. Ashunda yerda uxlamay, ashunda tug'andek siz shu desa o'zingizning irodasi, niyatingiz, g'oyangiz bu niyatdan chetnab ketmasligi uchun shu desa mushunda mustahkam turing degan gap. Shuning uchun xalqimiz o'zininki bu niyatini, muhacir degan bu sifatini saqlab qolish uchun iymon egillari cho'qim mustahkam turish kerak, sabr qilish kerak, chidash kerak. Lekin afsus, bugungi kunda shu desa nurg'un ashunda buyuk maqsad g'oya bilan chiqqan nurg'un qarindoshlarimiz, nurg'un xalqimiz turmushdagi ancha-muncha qiyinchilikqa chidab bo'lanmay yoki jafolik ishlashga texat chidab bo'lanmay vatandan texmi yaraqlab turmushimizni xotirjam o'tkazdikanmiz deb har yaliga ketyapmiz hamda. Alloh subhanahu va taolo bizni mustahkam qilsin. Sizlarga savol qartam, buning ziyonlari nima desa, buning eng birinchi ziyoni ash-shaxs o'z ziyon tortadi. Qanday ziyon tortadi desa, o'zi muhacir deb sifatlangan ashunda buyuk g'oya bilan chiqib, bu keyniga yangan, o'zining irodasida mustahkam turolmagan kishilar qatoridan bo'ladi. Bu eng birinchi shu shaxsning cho'ng ziyoni bu. O vaqtda biz vatandan ayrildik, butun narsamizdan ayrildik, chetga chiqdik. Endi Allah'ın mukofotidan ayrilamiz. Mukofotidan ayrilamiz endi. Bu ishab ketdik. Karimiz olmasa, eng birinchi bo'lib shu desa, ziyonni ash shaxsning o'zi tortadi. Xo'sh. Aniq shuni فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به dedi Qur'on-i Karim. Qanday bir adam Alloh bergan va'dasidan yenib olsa, Alloh qilgan ahdisidan yenib olsa, bu o'zining ziyniga. O'zining ziyniga yenib oladi. Ziyonni o'zi tortadi. Lekin kim o'zining va'dasini mustahkam tursa, vafo qilsa va'dasiga Allah subhanahu wa ta'ala bunun qarşıcı olursa onu mükafotlaydi. Birinci ziyan tortquchi o'zi. İkinci ziyan nima desa, ikkinchi ziyon Xitoy texmi buningdan jur'atlandi.
Yani vatandaki şu chet eldeki kılıngan faaliyetlininki işlarının meyli namaş olsun, meyli her xil hareket olsun. Xitayga acayip tasiri bulağlık. Acayip tasiri bulağlık o. Nurgun işlardan chet eldeki hareketler Xitayning nurgun cinayetlerini texi muvahhiylik bilen icra qilishdan ço to'sab qolgan narsa bor. To'sab qilg'liq. Uning cho'qim ta'siri bulağlık. Xitay bir muncha pul xarjlashga, chet ellardan nurgun ömeklarni apirishga, voy bu yerdagi odamlar xotirjam yashayotib, o'g'latir, bo'g'latir deyishga majbur qildi. Chet eldagi harakat. Avadimi xalqni so'ziltishga majbur qildi. Nurgun turma kirib ketgan chet eldagilarning urug' tuqqanlariningki yo'qolib ketmasligiga sababchi bo'ldi. Urug' tuqqanlaring bor deb xabar kelganlar bo'ldi. Hatto ba'zi ota-onalar ya urug' tuqqanlar chet eldagilarga telefon qilgan ahvollar bo'ldi. Voy biz bor xotirjam u bu deb ashuni uqtirib qo'yish uchun maydondan chekinsin deb. Ashlarni qildi. Shu nima desa, Xitoy chet elda bo'lgan harakatdan bu nurg'un jinoyatlarni texmi vahshiylik bilan ijro qilinmadi shu sababdan. To'g'ri. Shuning uchun manda pas faoliyat kuchib qolsaqchi desa, Xitoy deganni texmi vahshiylik bilan qiladi. Siyosatlarini texmi razillik bilan ijro qiladi. U ishchilik xalqimizni qat'iy po'sh demaydi Xitoy. Xo'sh. Shuning uchun bu yo'ldan yeni velish, pas bo'lash ikkinchi bo'lib vatandagi xalqimizningki zulmini texmi oshirishga, Xitoyni texmi jur'atlantirishga, Xitoyni texmi hech nimadan qo'rqmay, hech nimadan hayo qilmay, hech nimaning kimningki ayblashidan qat'iy bearam bo'lmay, o'zining maqsadiga yetishga texmi yo'lni dag'dam ochgan bo'lamiz endi. Ashunga sababchi bo'ladi shu yana vaqin kishilar. Bu ikkinchi ziyon xalqdagi vatandagi xalqimiz 3 sodir. Uchinchi ziyon nima desa, biz mush chet eldagi harakatlar tufaylidan mayli guvohlik bo'lsin, mayli namoyishlar bo'lsin, mayli imzo to'plashlar bo'lsin, bu butun dunyodagi nurg'un insonlarga bu yerda bir zulm bor ekan degan bu haqiqatni chiq odam tunidi. Ya'ni faqat foydasi bo'lmadi emas, ko'p foydasi bo'ldi. Shu media acayip faydası oldu. Hem işinin faydası oldu. Hem işinin faydası oldu. Birinci olab bir zulüm bağlığını hem edem tünüdü. İkinci olab aşağının bir besiverindiğin zimin ikenliğini o xeli adamlar tünüdü. Nurgun devletler bu vaktim sual soraydıgan sohbet ötkizgen vakitte. Bu mesele zaten kanda mesele bu. Bunun asıl sebebi nimo? Dep bunu soraydıgan halet. Ya ki bunun mustakil ikenliğini tünüydüğün halet muş chet eldeki hareketlerin tüpeyildiğin çoğu. Bu kilip çıktı. Bütün dünyadaki insanlıkninki bir küynişi, iş ağırtışı, Xitayni eyüplişiğe muş chet eldeki hareketler sebep oldu. Bu şap kessek çoğu, hele ki mal ilgisi buşan olsa, oğur küşlük koptu diyen gap var. Oğur mutem boptu der. Xuddi şunundaki biz dava ilgisi yüzümüz boşap kessek, chet eldekiler çoğu, chet eldeki başka insanlar elbette boşap gidiyor. Bular çoğum her daim biz her xil hareket bilen muşu meseleni esıl tutturuşqa, bu zulümni esıl tutturuşqa çoğu ihtiyacı var kişilerinki. Yüzümüzün halkı uzrap getirip, nurgu adamını unutup kalıvatsa mesela, bu davanın, dava ilgisi, chet eldekiler esıl tuttuğumuzsa elbette unutup gidiyor. Yani üçüncü bunun zihin nima desa, bütün dünyadaki insanların bizga bo'lgan mehribonligini ojizlashiga, vaqtning o'tishi bilan barbara yo'qishiga sabab bo'ladi. Dava sebebini chekinish. To'rtinchi zihin nima desa, to'rtinchi zihni hammamiz bilgandek, mush chet eldagilarning guvohlik berishi masalan. Chet eldagilarning harakati bilan nurg'un davlatlar Sharq Turkistonda Xitoy bir so'yqirim ijro qilib o'tibdi degan qarorlarni, qonunlarni ma'qulladi. Xo'sh. Nurg'un shirkatlar Xitoyda, ya'ni bizning vatanda ishlaydigan shu yerda zavodlari va masalan, shu yerdagi odamlarni ishiltirgan nurg'un shirkatlar jazolandi. Jazolanyapti. Hech bo'lmadi deganda ayblanyapti. Shu nurg'un shirkatlar bu yerdan mablag' selishdan chekinyapti. Demak, chet eldagilar bo'shab ketsa, bu ishni unutib ketsa desa, bizning umidimiz nima? Davoni texim kuchlantirib, hozir 10 davlat
irqiy qirg'inchilik var degan bo'lsa, bu davlatni 15 ga, 20 ga chiqarish. Muşundan hareket qilishimiz lazım. Bo'shab ketsakcho, balkim u davlatlarmi bu ish tugaydigan, bu xalqning kayni tug'anniki, ajiq ahamiyat yo'q xalq ekan, bu bo'shan odam ekan bu deb ma maydondincho yana yenishqa sababchi bo'lamiz. Shuning uchun ma davasi bilan chekinganlar cho'qim o'zininki bu da'voga birinchi o'lab o'ziga, vatandagi xalqqa, anın chet eldeki dava hareketiga qandaq ziya yetkazdiganligini o'ylash kerak endi. Xo'sh, tavallam, yuqoridagi gaplardan hamda mushu chet ellarda qilingan ham qilinayotgan tashkilotlar tarafidan qilingan faoliyat olsun, shaxslar tarafidan qilingan faoliyatlar olsun, cho'ng kichik hamma ishninki vatanimizdagi zulmninki biroz olsun pasayishiga ve chet eldeki Sharq Turkiston davasının kuchayishiga foydali ekanligini deb o'tdilar. Ular razı olsun. Endi ahvol shunday ekan, masalan bir tashkilot bo'lsin, ya shaxs olsun, har qanday bir inson vatan uchun bir ish qila oladigan turib, qo'ldan keladigan bir ish turib, yani masalan tashkilot sifatida ba'zi tashkilot qilinmagan ishni ba'zi qila oladi. Shaxslar ana shundoq. Masalan bir insan iş qilib, men nima bir ish qilay desa qila oladi. Chunki Alloh taolo bizga taqtimiz yetmaydigan ishni mukallaf qilmoqlik. Bu shundoq turib hamda vatan uchun bir ish qilishga intilmasak yoki bu da'vodan chekinsak, buningki islomdagi hukmini buni islom qanday qaraydi? Yani bizga yani bunu Alloh tarafidan qanday masalaga duch kelishimiz mumkin bu vaqtda ko'z qarashlarni basıl. Bu vaqtda biz islom ummatining musulmonninki eng kuchli bir alohida sifati nima desa, yaxshilik buyurib, yomonlikni to'sash. Yani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Demek bu dünyada tajovuzchiga qarshi turishdan bakrak cho'ng bir munkar yo'q endi. Yani bir musulmonning jutini besib olgan, o musulmonning obro'yini to'kayotgan, qinni to'kayotgan, dinin dafsanda qilayotgan bu tajovuzga qarshi turishdan bu cho'ng bir munkarcho bo'lmasi kerak ekan. Chunki o tajovuzchi mushrik, zolim, kafir hammasi o'ldi tepildi. Hammasi tepildi. Bizning xalqnimi mushrik qilmoqchi, dindan chiqarmoqchi. Millat bo'lib sifatimiz bilan yashashdan cho'g desa, bizni yo'qotmoqchi. Xitoy yo'lab yashaysiz, bo'lmasa yashamaysan deb harakat qilyapti. Demak, bu tajovuzchiga qarshi turish, kufrga qarshi turish, mushrikka qarshi turish, zolimga qarshi turish. Qur'oni Karimda mushul qarshi turish to'g'riliq oyatlar bor. Hammasi tushunadi bu. Zolim desak, undan ashaddiy zolim yo'q. Mushrik desak, undan ashaddiy mushrik yo'q. Kafir desak, undan ashaddiy kafir yo'q dunyoda boshqa millatlar. Unchalar kafir emas. Kafir desak, buningda umumiy nurg'un millatlar buningda sheriklashadi, lekin ma Xitoydakcho bunda kufrmi xilma xil bo'ladi. Bunda ashaddiy kafir yo'q endi boshqa. Aynı şekilde biz Xitoyga qarshi qilgan ishni nima deb sifatlasak sifatligini bo'ldilar. Ma'ruf deyli, jihad deyli. Albatta. Yani onu hech qanday yani Alloh taolo buyurgan hamma yaxshilikning ichiga kirdi biz vatan qarta qilgan. Aşı munkarni yo'qotish uchun harakat qilish eng cho'ng ma'ruf hamda, eng cho'ng yaxshilik. Shuning uchun birinchi o'lab biz buni tashlagan bo'lamiz hamda. Buni tashlashning o'zicha desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sizlarning halok bo'lishingizga dushmaningizning sulning ustidan g'alaba qilishga bu sababchi bo'ladi degan. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar va illa la yusallillohu alaykum aduwan min ghayrikum. Sizlar yaxshilik buyurib, yomonlikni tutsizlar. Agar bu ishni qilmasanglar, sizning dushmaninglar sizning gadiningizga dastaydi degan. Balkim biz ashin joyida qilinmag'achqa tariximizda bugun bu kun qolgan bo'lishimiz mumkin. Yana bir hadisda sizlar yaxshilik buyurishni to'smasanglar, yaxshilik buyurishdan iborat bu ishni qilmasanglar, yomonlikni to'sashdan iborat bu ishni qilmasanglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarga shunda bir azobni sizlarga tashlaydi-ki,
Sizlar taki mush ishni qilmag'ijilak u azobni, u xorliqni sizlardan ko'tarib etmaydi o. Deb hadis bor. Demak, bu mu bizga nisbatan naqadar zo'r bir tahdid endi. Ya'ni biz Allohning rahmatiga erishimiz deydi ekanmiz. Jannat kirimiz deydi ekanmiz. Cho'qim bu zolim qarshi turishimiz kerak. Bu munkarga qarshi turishimiz kerak. Qarshi turmagan vaqtda biz o chaqda jannatni kutmasligimiz, Allohning rahmatini kutmasligimiz lozim. Bu eng birinchi tatırgan ziyan bu hamdi. Bunun hükmü nima desa, hükmü bizning jannat kirishdan to'sashqa, bizni fasiq Allohning buyrug'idan yiroqlagan bir bandi qilib qo'yashqa sababchi bo'ladi bu ish. Ikkinchi bo'lib hamda eng muhim bir nuqta nima desa, Allah subhanahu va taala bizni la yukellifullohu nafsan illa wusaha dedi. Yani her qandaq bir insonni Allah subhanahu va taala qodir bo'lanmaydigan ishqa uni buyurmaydi dedi. Chuqum biz yana bir oyatda fattaqullaha mastata'tum dedi. Yana bir oyatda va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa dedi. Unda bo'lgandan keyin biz shu desa qo'limizdan nima ish kelsa şu kildigan ishni ayab qo'ysak biz jinoyatchi. Hele bizning og'zimizdan gap qila oladi ekanmiz dushman qarshi. Gap qilganning nima ahamiyati, foydasi yo'q desak biz jinoyatchi bo'lamiz o chaqda. Chunki biz qudratimiz bor turib, Alloh fattaqulloha mastata'tum qudratinglar yetgan bo'yicha Allohdan qo'rqinglar dedi. Allohning buyrug'ini qudratinglarning yetgan bo'yicha ijro qilinglar dedi. Biz gap qilish qodir turib gap qilmasak, buning foydasi yo'q deb biz Allohning ma'oyatiga qarshi chiqqan bo'lamiz. Buni ijro qilmagan bo'lamiz. O'zimizning mas'uliyatini ado qilmagan bo'lamiz. O'zimizning mas'uliyatini ado qilmagan bo'lamiz. Dushmaningizga kuchingizning yetishicha tayyorlik qilinglar dedi. Kuchingizning yetishicha dushman qarshi sizlar tayyorlik qilinglar desa, biz bugungi kunda xalqning iddisini ozod qilish, xalqning iddisini iymon islomda mustahkamlash, masalan, xalqning iddisini dushmanni yaxshi tunishga harakat qilish, bu shularning hammasi chet elda ham yerda adam qila oladigan ishlar. Bu ishni qilmay bu xalqni bunda aqartganning nima ahamiyati bor deb buningda iqtidor va odamlar ilm egillari o'zin ta'sis shu desa, bu jinoyatchi bo'ldi. Biznes yazalaydiganlar yezib dushmanga qarshi turish kerak. Dushmanga qarshi turishga sababchi bo'ladigan, omil bo'ladigan insonlarni yetishtirishga harakat qilish lozim ilm egillari. Har qaysi sohada bo'lsin. Her qaysi sohadagi ilm egillari har qanday bir ishni qilsa, chuqum mush ishning natijasida dushmanga qarshi turadigan, dushmanga zarba beradigan bir xizmat kelib chiqa degan mushni niyat qilib turib qilsa, bu adam mujohid o'radamda. Mujohid deganlik qurol elib dushmanga atgan vaqtda mujohid, uningdan boshqa ishlar bu cihat emas deydigan dinimizde unda iş yok. Yani düşmanga qarta qandaq ishni, qandaq sharoit ostida qila olsa, shu cihatning eng kattasi shu. Qurol atilgan maydonga berib, voy qurol atishmay gap qilib o'ltirildi desak, o chaqda biz jinoyatchi bo'lamiz. Gap qiladigan maydonda qurol atmasak, boshqa ishning foydasi yo'q deb gap qilmay o'ltasak, o chaqda jinoyatchi bo'lamiz. Shuning uchun biz shu desa, qo'limizdan qandaq ish kelsa, qandaq tayyorlikni qila olsak, buni shu qilishga buyurilgan. Buni bo'shanlik qilishga bo'lmaydi. Men sizning gaplariga ilova qilib bir narsani ta'kidlasam, sizlarni. Masalan, endi hozir sizlar qo'ldan kelgan ishni qilishni tavsiya qildim. Ham shu jihat o'ldirdik, shu niyat bilan qilsa. Hamda hozir biz chet elda Yevropadagilar masalan bolalarini fan texnika sohasida Turkiyadagini yaxshiroq o'qita olishi mumkin. Turkiyadagilar shundoq, ya'ni Turkiyada masalan diniy sohasi, fan texnika sohasi olsun, raqamlar sohasida o'qishga sharoit bor, o'qishga sharoit bor. Lekin sharoit biraz zo'r ham demaydi, qiyin. Buning uchun ota-onalar jafo tortyapti. Bir ota-ona masalan şu balasını o'qitish jarayonida şu balani masalan maktabga aytganda mening balam yaxshi o'qib yaxshi natija
erişip, bir kesip kılıp, bunu inşallah Xitayga karşı tık kılıp işletilgan, ya ki şu gibi petexnik sahasının ines ügülüp karşı işletilgan, muşundaq adam bolsun degan niyatda uqsak, şu ballarını biz Allah yolidagi cihat qilayotgandan-ki, yoki shu jihatga tayyorlik qilishninki bir omili sifatida harakat qilganlikninki jumlasiga kiramtimiz, buni sizga ochiqlab berdim. Elbette kirimiz. Yani bir yerde ben Şu bazı öydüm mesela, hatta ballarımı deymem de o balının düşünüşü qanday bo'lishdan qat'iy nazar. Yani bir insanın bir balının ki o'qishi hozir jiq insonlar nima qanday tushuncha bor desa, balam yaxshi yerda o'qib, yaxshi yerda ishlasa, yaxshi pul tepib, yaxshi yashsa, men qijlanganda qijlanib qolmasa degan ideya ko'p ota-onalarningki kallasini shu qo'rishib hozir. Qo'rishib olgan. Vatandagi kalla bilan. Ay shu kalla bilan men o'qimaganlik uchun manda qijlandim. Mening balam yaxshi o'qisa, yaxshi o'qigandan keyin yaxshi xizmatga erishsa, yaxshi yeysa, yaxshi kiysa, yaxshi issa, mendan rohat yashsa. Yani bu mushunda g'oya bilan shakllanib qolsak biz hayvonmi yashaydi endi. To'g'ri. Hayvonmi yeydi, ichidi, yashaydi. Uningdan nurg'un tarafdan chiq farqimiz yo'qdek ko'rinib qolamiz endi, bo'lib qolamiz. Shuning uchun har qanday vaqtda ota-ona ballarga masalan Rabbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun vaj'alna lil muttaqina imama masalan. Bu ayet Allah subhanahu va taolo bizga o'rgatyapti endi. Nima deb duo qilishni. Ya Allah, ballarimiz bizni xursand qiladigan yaxshi ballarimizni chiqarib aslar bizning pushtimizdan. Bu ballarimizni muttaqilarga yetakchi bo'la oladigan qilslar deb duo qilishni Allah bizga o'rgatyapti. Tabii bu duadan biz ballarımızın yaxshi yashashi, dunyodagi bütün insanlar biz har qancha qilsak, balkim Xitoyning ballaridek yoki Yevropalik boshqa insonlarning ballaridek yaxshi pul topib yashayolmasligi mumkin ballarimiz. Yashayolmasligi mumkin. Hayotdagi g'oya bu bo'lib qolsa, bu naqadar puchaklik endi. Nəhayət puchaklik bu. Biz cho'qim Allohdan mayli duo qilib tilganda bo'lsin. Ballarımızga tarbiya qilganda bo'lsin. Niyetimizde olsun. Çoqum ma balam yaxshi o'qib, yaxshi adam bo'lsa birinchi bo'lib. O'zining kimligini, nereden chiqqanligini, vatanini tunuydigan, vatanning besverilgan zamin ekanligini tunuydigan, vaqti kelsa shu vatani uchun, shu yerda qarindoshlar uchun, shu yerdagi musulmonlar uchun qurbon bera oladigan adam bo'lsin degan niyat bilan tarbiyalashimiz lozim biz bolalarimizni. Bu shunda niyat bo'lsa, cho'qim biz elik ayolning gapi bosh dedim men, elik ayol balamni men shahid bo'lash uchun tayyorlagan, shahid bo'ldi. Qolganlarimiz, qolgan bolalarimiz shahid bo'lishga tayyor, ularning shahid bo'lishini men Allohdan talab qilaman, da'vat qilaman. Yani mush niyat bilan bizning bolalarimiz nerede olsa, o'qisa, mush tarbiyani har doim qilib turish lozim endi. Mush niyat bilan biz bolalarimiz ashunda dushman qarshi tura oladigan ruhliq, jonliq, iymonliq, axloqliq, yaramliq odam bo'lsa, o dunyoning ishi yani keladi. Dunyodagi yashash hammasi yaramliq odam bo'lsa, cho'qim yaramliq odamningki dunyoda xarob bo'lib qolgani yo'q. Dunyoda xarob bo'lmaydi unda inson. Shuning uchun ashunda yaramliq odam bo'lishga biz tarbiyamiz orqali, niyatimiz orqali, duolarimiz orqali cho desa, her daim tirishchilik qilish kerak. Ashunda qilgan vaqtda biz ashu va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa degan oyatga tushimiz. Ash min quwwaning qatiga ichiga cho'qim shu yaxshi o'zining kimligini tunigan avlodni kirdashining qatiga. Shu olimlarimiz min quwwa deb nakira keltirdi bu yerda deydi. Nakira iliflamsiz, tunussiz keltirdi bu so'zni nima uchun desa, bütün kuch quvvatni o'z ichiga olish uchun deydi. Minal quwwa desa mumkin bir odam chiqib ya bu faqat qurol yaraq degan bo'ldi bu deb qo'pishi mumkinti. Yoki faqat adam deb qo'pishi mumkinti. Yaramliq adam deb. Bu shunda xalqlar buni har xil narsaga mushilam deb turolmasin deb Allah subhanahu va taolo mush oyat shu desa, bu kuch quvvatning hammasi mushunga kirdi. Yani siz dushman qarshi turishda qanday tayyorlik qilsangiz qiling. Nimaga kuchingiz yetsa,
Şu tayyorlikni qiling deganligi buning avlod tarbiyalash mushuning qatoriga kirdi. Mujohidlarni tarbiyalash mushuning qatoriga kirdi. Iqtisodda pish mushuning qatoriga kirdi. Qurol yarog' ishlatishni o'rganish mushuning qatoriga kirdi. Badan chaniqtirish mushuning qatoriga kirdi. Hamma ish kirdi. Mush umumlikni saqlashimiz va mush asosda harakat qilishimiz lozim. Bu yerda niyatniki muhimligi qayta-qayta ta'kidlandi. Albatta. Shunday qilganda biz yana haqiqiy muhojirlik sifatimizda yashagan bo'lamiz. Albatta. Allah razı olsun. Ahirda yuqorida pasiflikdan gap qildik. Qanday qilganda bu xalqimizni bu da'vo yo'lida texmo aktiv holda tutib turg'ili bo'ladi. Bu vaqtga tavsiyalarni olsak. Birinchi bo'lib eng muhim bo'lgan nuqta nima desa bir iymon egisiga bu dunyoning oxirati va deb ishongan bir kishiga nisbatan bu yo'lda mustahkam turishninki eng muhim omili, birinchi omili Allohga bo'lgan ishonchisi va Allohga bo'lgan iymonini har doim yanglab turish va kuchli saqlash uchun tirishchanlik qilish. İkinci bo'lib bu zalim qarshi turish, mushu da'vo sifida mustahkam turish, qo'ldan kelgan ishni qilishning o'zi bu jannat kirishning yo'li ekan deb buni tuntish. Yuqorida deb o'tdik. Bu zalim qarshi turmay, beparvolik qilib, rohat yashab jannat kirgan olmaydi. Chunki biz zalim qarshi turishga buyurildik. Tajovuzchilik qarshi turishga buyurildik. Qat'iy bo'ysunmaslikka buyurildik. Yaxshilikni buyurish, yomonlikni to'sashga buyurildik. Allohning bu buyruqlarini ijro qilmay turib, yoki buni ko'ngil bo'lmay turib, jannatga kirmaymiz. Ya'ni ikkinchi eng muhim omil, har qanday bir musulmon mu'min jannat kirman deydi ekan, qanday qilish lozim desa, bu da'vo yo'lida mustahkam turish lozim. Uchinchisi, bu yo'lda mustahkam turishga sabab bo'lgan uchinchi omil nima desa, qilgan ishning natijasini cho'qim Alloh subhanahu va taolo yezib oldi, men buning mukofotini ko'rman degan ishonch bilan harakat qilish lozim. Men ota-onamni qutqizish uchun harakat qildim, dushmanni rasvo qilish uchun harakat qildim, vatanning mustaqilligi uchun harakat qildim. Ya'ni nurg'un ishni qildim. Xo'sh. Shu eni qo'lash kerakki, bizning ota-onamiz turmudan chiqmabdi. Masalan, vatanimiz mustaqil bo'lmabdi. Zalimninki zulmü to'xtab qolmabdi, yana davomlashibdi. Mushunda davomlashganligi bizning qilgan ishimizning natijasiz bo'lganligi emas. Biz shu qadamni bosgan vaqtda, zalim qarshi qadamni bosgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo bizning daftarimizga yezib qo'ydi. Uning mukofotini, uning savobini Alloh subhanahu va taolo yezib qo'ydi. O zulüm tükkan vaqtda biz g'alaba qila olsak, uningdan keyin mukofotlanadigan, bo'lmasa mukofotlanmaydigan ish yo'q. Biz Alloh buyurganni qo'limizdan kelishicha kuchimizni aymay tirishchanlik qilamiz. Natijasini Alloh subhanahu va taologa topshiramiz, biz g'alaba qilib bo'lamiz. Nima deb Alloh buyurganni qildik biz? Kuchimizni ayab qo'ymadik. Qo'limizdan kelganini qildik. Mushunda qilganligimizga Alloh subhanahu va taolo bizga mukofotni yozib bo'ldi. Buning natijasini biz cho'qim ko'ramiz. Shu qilgan ishninki natijasini bizda bir gap bor, buganlar biznes taraf atisi o piliga qarabdi deydigan. Unda qilsak bu dunyoning davlat qurish degan asosi emas u. Shu davanın boşab qilishdan ki sabablardan birisi yuqorida deb o'tdik. Yuqorida deb o'tdik. Yani Alloh subhanahu va taolo menga mukofotni yezib oldi degan ishonch bilan qilishimiz lozim. To'rtinchi bo'lib eng muhim bir omil nima desa, bu da'vo yo'li, bu jihad yo'li, kurash yo'li, o'lim yo'li bu. Xapliqning yo'li. Musibatning yo'li. Bu jannatning yo'li. Unda bo'lgandan keyin bu da'vo yo'lida o'lib ketishning o'zi yoki dushmanning ustidan g'alaba qilib dushmanni zamindan qo'g'layanmaslikning o'zi mag'lubiyat emas. Balki prinsipdan voz kechishning o'zi, o'zining kimligini unutib qolish bu eng cho'ng mag'lubiyat bu.
Şunun üçün 4-cü ulapçı deysə, meyli mən bu yolda üley, meyli iqtisadından ayrılay, meyli palaç olay, meyli nimiş olsa buluşdan qat'i nazar, mening bu burçum, məsuliyetim. Dep ölsek biz, bunun zor qalbi yok. Muş hakikatte müstehkem turup. Biz Suratul Buruj deb bir sure var Emparas'ta 30. parda, Buruj suresi. Bu surede Allah Subhanahu wa Taala bir qism müminlerin vaqaligini bizga bayon qildi. Ularning hech qanday gunohi yo'q adamni aytdi. Va ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Allohga iymon keltirganlikdan boshqa jinoyati yo'q u odamning. Xuddi bizning xalqimizdek. Lekin aş Allah iman keltirganlikka bu zalimni shu chaqdagi shu chidamagan. Chidamay bularni cho desa, yo'g'on azgal ko'lab, bu yerga nurg'un o'tanni tashlab, aşağı ot yakıp iman etken kişilerin hemmisini bir yere taşıp etken. Hemmisini taşıp etip, hemmisi ülep ketken o adam. Ülep ketti iman etken. İman ölen ketti dünyadan. Lekin muş ayetinin ahirista Allah nime deydi odisa innellezine amenu ve amilus salihati lehum cennatun tecri min tahtiha'l enhar. Zalikel fawzul kebir. İman etken, imanı müstehkem tuğan kişiler cennet girdi. Bu cennet kirişinin yüze kalbinin en çoğu dedi. Şunun için bizning vatanda o'zining imanini mustahkam turib o'lib ketgan, Xitoy qarshi turib o'lib ketgan, mayli jihad maydonida o'lib ketsin, mayli turmida o'lib ketsin, hamma odam shu g'albi qilgan odamlar u. Allohning rahmatiga erishgan odamlar, Allohningki mujohidlar sifidan bo'lgan odamlar u. O o'lib ketgan odamdan ansirmasligimiz kerak biz. Hayat qolganlar o'zimizdan ansirishimiz kerak. Men nima ish bilan qanda yerda, qanda maydonda o'laman deb buningdan ansirishimiz kerak. O'lganlar Allohning rahmatiga erishib bo'ldi, jannat kirib bo'ldi ular. Haqiqiy qalbiga erishib bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin bizlar vatanimizda xalqimiz o'lib ketdi. Bir qism odamlar chet eldagi shunda mustaqil o'rnimiz deb harakat qilib, şuna bizning xalqimizni o'qildi, bu qildi, vatanda bunda o'ltirib etdi. Shunda harakat qilmagan bo'lsa, shu ketgan bo'lsa, o'ltamaydi deydigan odamlar yo'q emas. Ya'ni bular men ayda deganlarga masalan dedim necha 37-yili masalan ash Mamtali Tavfiqilni, ash nurg'un ziyoli olimni ko'ydigan vaqtda shu chaqda bir chet elda harakat qilayotganlar bormi? Albatta yo'qdi. Lekin bu yerda zulm va ishg'oliyat va bu ishg'oliyat kuchi har qanday vaqtda shu o'zi besvagan xalqni yo'qdi demdi. Yoki o'ziga o'xshash qilishga tirishidi. Agar u g'oyaga yetamiz shu, buni o'ltirib yo'qdiman deydi. Tarixda ham bu zulm chet eldagi odamlarning harakat qilishi bilan bo'lib qolgan bir ish emas. Ishg'ol bo'ldi ekan, ishg'ol bo'lgan yerda shu. Bulapmı komünizmdek bundan mustabid bir hakimiyet ostida qolgan xalq cho'qim zulmga duch keldi. Shuning uchun bu yerda o'lib ketganlarni g'albi qilganlar deb qarasak biz, shunda qaraya olsak, bu yo'lda o'lashning o'zi buyuk g'albi deb qaraya olsak, bu chaqda shu desa, bu yo'lda biz mustahkam tura olamiz. Agar bu yo'lda o'lib ketishning o'zini ya iqtisodiy qiyinchilik duch kelishning o'zini yoki ota-onamizning turmushga kirishiga sababchi bo'lib qoptiman deb manda uşak meselelerni hisoblab oltasak bo'shab ketamiz. Mustahkam turish bu shu yo'lda qahramonlik qilish, qurbon berish g'alba bu ma'na nisbatan deb tushungan vaqtda mustahkam tug'un bo'ladi. 4-incisi hammadan muhim bir nuqta payg'ambarimiz la tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Sen yaxshilikdan hech qandig'ini kichik sanama degan. Yuqorida biz deb o'tdik. Muşu işgalçıga, muşu müşrik, muşu zalimga qarşı turuşdunmu bekrak yaxşılık yok. Bu bek çoğun yaxşılık bu. Bu zalimga qarşı turuş yönündeki her qandaq işni kichik sanmasligimiz kerak. Qo'limizdan nima ish kelsa shuni qilamiz, bu kichik ish emas bu. Bu kichik ish emas. Shuning uchun biz qilayotgan ishlarimizni qat'iy kichik sanamaslik, bir iş qila olsak şu zalim qarşı meyli so'zlayayli, biznes yazalayli, ya tayyorlik qilayli, ya bir balimizni şu yo'lda tarbiyalash kuch chiqarayli. Har qanday ish qilsak,
ma iş çoğ iş ma o degan düşünceli bolsak biz zerikip kalmay qala alaymiz. Eğer bu işinin qanchalik foydasi bolar deb qalsak çoğ bu çağda suyup qalamiz. Şuna bu noktaga alohida diqqat qilinish kerak. Peygamberimizning yana bir hadisi var. Bu şunu bilan gapimni tugatay. Yani bu yaxshilik qilish yo'lida qat'iy vay bu kun mujna bo'lib ketgan tursa, masalan islom dunyosi hammiz Xitoydan sepib tursa, masalan bu Amerika, Yevropa mı o'zining manfaatiga bizdamda bizni setuytidi, Xitoy bilan kelishib qolsa, masalan dunyoning siyosati mush tursa, biz bu ishni qilib nim foydalanamiz deydigan bir salbiy bizning ruhimizni tushiradigan bir gaplimi jamiyatimizda, xalqimizda yo'q emas. Peygamberimiz nima deydi desa, "İza qamat as-sa'a ve fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an yaghrisha falyagrisha" deydi. Qiyomat bo'lsa, ya'ni qiyomatning alomati ko'rilyapti zodi ko'z oldimizda. Qiyomat bo'libdi, qiyomat boshlanibdi. Sizning biringizning qo'lida bir tal bir jiring bor ekan. Kichik bir o'simlik ko'chat bor ekan. Mush ko'chatni qiyomat bo'lishdan burun uni yagi tikishga qudrat yetsa, uni tikib olsin deydi. Qiyomat bo'layotsa, nim foydasi bor buni tikkandan keyin? Buningdan ya men ya qo'sh hech narsa foydalanmaydi deb buni tashlab qo'ymasin. Belki bu ko'chatni cho tikib olsin da'vatir. Buningdan bu bizga nima dars berdi desa, ey musulmon, sen hayot vaqtingda qo'lingdan bir ish keldigan vaqtda qo'lingdan nima ish kelsa, bu kun hayot manda tursa, dunyo qiyomat bo'lishdanmi cho'ng bir ofat yo'q hamda. Cho'ng bir musibat yo'q insonga nisbatan. Uningdan tuvandagi hamma musibat selishtirgan vaqt kichik. Bu dunyoninki musibat xafliqlarini deb qilmoqchi bo'lgan yaxshiligini qo'lingdan keldigan ishini tashlab qo'yma demoqchi bizga payg'ambarimiz ma hadis orqali. Shuning uchun biz xalqimizning cho desa, qat'iy umidsiz bo'lmay, har qanday vaqt umidvor bo'lib, men nima ish qilsam buning birinchi bo'lib men zodi mukofotini ko'rib bo'ldi ekanman, buning natijasini ko'rib bo'ldi ekanman, Allohning rahmatiga erishdi ekanman degan mush tushuncha va mush ishoncha bilan cho zalim qarshi turishda, da'vo yo'lida mustahkam turishga xalqimizni chaqiriq qilamiz. Tabii bu so'rindan Alloh subhanahu va taolo bizni shundaq vatandan qandaq kuchli iroda bilan chiqqan bo'lsak, shu irodamizni saqlab qolishga, bu shab ketganlarmi bugungi bo'layotgan bu G'azzadagi, Falastindagi bo'layotgan bu kurashdan alohida bir ilhom olib, texmucho buningdan keyin o'zining iymonini, dushmanga bo'lgan nafratini yengilashga Alloh subhanahu va taolo hammamizni nasib qilsin. Allah razı olsun. Ahırda ben binasını katıp karşına aklıma geldi. Aslında gapni anlatıp. Hem de 5. amil mesela şimdi aktif duruştun ki biz Şarkı Türkistan Müslümanları, Şarkı Türkistan halkı bu Şarkı Türkistan davasını ve Xitayga karşı duruşunu, vatanımızı azat kılışını bizim bu dünyadaki imtihanımız, sınıkımız dep karısak bu vaqtda da biz nima deydiganimizsak cho'qim bu imtihonga men kirma, vatan uchun xizmatni men qilishim kerak, Xitoyni men qo'llab chiqarishim kerak. Men qo'limda nima kelsa, bu savolninki necha shiq bo'lsa, shunga javob qanchalik javob bersam, u meningki javobimga to'g'ri yoziladi. Agar men uni qo'tashlab qo'ysam, numarni kam alamalarni oldi degan shunda iddia bilan qarasak, yana bu ma'laqi davada aktif duruşumuzun ki bir vesilesi bağladık deb oyladım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, bunun bilan bugungi tuzatishga tegishli illatlar nomli programmamiz oxirlashdi. İnşallah başqa programlarda ko'rish umidi bilan hammanglarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.